Assalomu alaykum hormaylar. Chinoz baliq bozor sveji baliqlar, sazan baliqlar birinchi boshlanishimiz. To'g'rimi aka? Sazanlar. Bular 8-9 1 kilo. 1 kilolik. 1 kilolik sazan. 1 kilo 300 tepasi. Mana bu ko'ryapsiz, yiriklari ham bor. To'g'rimi aka? Tirik bor. Tirik hali. Bugun kelgan sveji. Xudo xolasa ranglari tiniq. Aka bular narx qancha bo'ladi? 45 ming 50 ming. 45 ming 50 ming. Hammasi 50 ming. 50 ming tepasi, bu tomon 45 ming. Kami bor. Ko'proq olgan. Bunda tasvilo baliqlar bu yoqda mana tasvilo. 30 mingdan farq yo'q. Necha kilo olasan? 30 mingdan tasvilo baliqlar bor mana. Ko'ryapsizlar. Baliqlar juda ham ko'p. Sazan baliq ko'ryapsizlar. Tirik bor. Tirik ham. Mana xiyla qancha bo'ldi, tog'a? Xiylar sazanniki, yog'li sazanniki. Yog'li sazan. 70 ming so'm. Voy, okalar ta'mini, hidini qarang. Guppilab turibdi. Mana shu sazan baliqdan qilingan, yog'li baliqdan qilingan xey. Kilosi 70 ming. 70 ming. Ishtahani qilib gap yo'q ekan. Kelinglar, Chinoz dehqon bozorida ismingiz kim aka? Ismi Husayn. Husayn akani baliq do'konlariga kelib, aylanib bozorni qaytishda baliq olib ketinglar oilaga aka. Aka Husayn aka charchamang aka, sog' bo'ling, savdolarni bersin aka, kuninglar xayr bo'lsin mana. Xo'p. Charchamanglar aka.